Men bir ayıplı ish qilganman, bo'ynimga olaman. Onam og'ir kasal bo'lib qolgandi, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Kalotipad yotib qolgan edi. Navbat bilan tagiga gasha qo'yamiz. Ovqat suv desa boshini sal ko'tarib kichkina choy qoshida ikki qoshiqni ichirib turardi dedim. Bir kun xomlik qilganmanmi? Yoshlik qilganmanmi? İşten kelgan edim, charchab, kolxozda traktor haydardim. Yotib, dualga suyanib uxlab qolibman-da. Shunday bo'lsa ham, Xudo rahmat qilgan bo'lsin, onam suv berib bolam dedi. Deganim bilaman. Endi tilimni kesib olsam ham, o'zim ossam ham og'izdan chiqib ketdi ichdan. Onamga ichirdim, choy ichirdim. Ovqat ichsam yo'q dedi. Yo'qotgan yarim kilo kelardik. Gasho qo'ydim, borib to'kdim. Haligacha shu, balkim Xudo o'shancha meni qiynayapti, azob beryapti degan. Balkim onam kechirib yuborgandir. Ota-ona kechiradi har doim. Kechirimli bo'ladi. Onam kechirib yuborgandir, lekin meni ko'nglim to'lmayapti. Xuddi birov o'shanda demaganingda degandek ovoz kelardi, qayta uxlaganim. Bilmaganman, Alloh, bilmaganman. Shunchalik azob tortishimni.